Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bahramning Ko'mirchi bala nomli romani. Bu roman Bilqut şirketida ovozga elinib, Bilqut to'rida anglatildi. Dunyoda manfaatdan ulug' qudratli kuch bo'lmasi kerak. U men degan pak amaldorlarni xiyonatchi, poraxo'rlarga, vijdonliq, g'ururliq erlarni pastkash sapqillarga, sodiq do'stlarni dushmanlarga, bir-biriga mehribon qarindoshlarni o'zaro qon chechishadigan kushandalarga aylantirib qo'ya oladi. Aqallisi temirni dot yeydi, yog'ochni qurt. Almisaqdan tortib beshiga qo'ngan Humayun qushni tahoy taq deb hurkitib yetibdi deganni kim anglagan? Ras emasmi? Shohqimi gal kerak, gadoyg'imi ham. Quruq tog'a o'ri turgan nadi ba? Qarang, bog'ning bulung'ida atdigandan beri javildishib urishayotgan ovi qushqashlarga. Ular bir-birini cho'qib, qanotlarida urib, putlarida tortilib, bir-birini yong'dilab, hech maslahatni qo'yishmadi. Ular nima uchun shunday qilishadi? Uvi talashidi, dan talashidi, xotin talashidi. Bir eg'iz gap yanala manfaat. Av razgi chumilini ko'ring. O'zidan 10 necha hassa yo'g'an o'lik qurtni oqchilab egiz tomga ochiqib ketyotadi. Tomning o'ttirig'i kelganda yerga tushib ketadi-yu, tishlaglik qurtni qo'yib bermay yana tomga yamishadi. U tushib ketib, yana chiqib, mushu harakatini davomlashtirgan ekan. Lekin o'lik qurtdan voz kechmadi. Tova, bu odamlar do'ppisini oldiga qo'yib so'rab baqsa bo'lmamdigandu. Agar o'zlari amal etib menib qolgan taqdirda xuddi Abdal uloq mensa chapmagan o'ydan qammabdi degandek g'ojalab yemagan ko'chadagi devonimi qammas. Texi, men ularga qalandachilik qilishga yo'l qo'ygan ekanman. Albatta, ularmu menga himmat qo'lini sunishi kerak deb o'zlarini bezlashdan yonmaydi. Eng bo'lmasa bu degan o'zaro manfaat yetkazish deyish orqali o'zlarini aqlashadi. Turdi nazir bo'lgan oltin kan oshquchilarga yeshil chiroq yoqib berib, oz to'lib bir nima og'ini qanchalik ishdi. Yer asti boyliqlarini echishda markazning bir tutas siyosati bor. Shunga oshmoqchi bo'lgan kanning xalqqa bo'ladigan foydasi, davlatga yetadigan manfaati, echiladigan yer yoki tog' turaning amaliy sharoiti, atrofga bo'lgan salbiy ta'siri, ekologiyalik tangpungliqni buzmasligi, imkon qadar yoylar ham o'rmonlarni buzish hisobiga kon oshmaslik qatorliq nurg'un kon ichish shartlarini to'ldirib, munosabatli o'rinlarning tasdiqini elib markazga yo'llaydigan gap. Ana shundoq jafoliq ajri uchun olgan topan haqqigami ko'z qizarsa, bu insofdan emasdi. Texi muarifning noziri chog'da bir oliy maktabning necha 10 millionlik qurilishini huddiga berib, undaq olgan, mundaq yegan degan gaplarni topgan o'sha odamlarga nozirlik emas, odatdagi bo'lim boshlig'ilik tojisini kiygizib qo'ysa, huddisidan chiqolmamdi. Hudisidan chiqdi degandimi, xuddi mont ko'magan devona qosqonga dim tushgandek nima ishlarni tavritib ita? Gel bilan hisoblashmay to'g'ini butun yutadi. O'tmagidek bo'lsa g'ojilaydi, totilaydi, sho'raydi. Abnasi tirnoq deb bo'lsa-mi, boladek nafsini qondiradi. Chunki hayotning mezoni sen o'l, men yashay tursa. Dunyoda eng yavash, muloyim, qo'rqinchoq qo'y bilan to'shqan chog'ida bechora o't giyohlarni bir yozmu yashig'ini qo'ymay yolmab tugutadi. Ammo yirtqich hayvonlar ularga rahim shafqat qilmay, eg'ir tishlaridagi chaynab yeyishadi. Odamlar o'sha yirtqichlarning terilarini ta'tir so'yib, o'zlariga yepinchi qilishadi. Odamlarni bo'lsa, yer yeb, o'zini samirtadi. Hattoki yer ostidagi yiltizlarmi bir-biridan qizg'anishib, na'nalarga uzab ketadi. Nima uchun?
odam yegan tuproqning mag'dir beligini so'rash uchundir. Shundoq koinotdagi barliq jonliq ham jonsiz mavjudotlar chig'ida bir-birini yeyishning ko'yida yurishidi. Әмді turdi nazir o'zining ajri ihsoni, jafo mushaqqati bedeliga ancha-muncha yeb qo'ysa, bu jahon o'ngtay-to'ngtay bo'lib ketmas. Amal yultizi peshonasida chaqnayotgan bir nazir turg'uliq o'sha urushqa qushqashlarda. Yiliqi razgi chimolida bor ruh, uningda bo'lmasa qandoq bo'lgani? Turdi Hasan o'zining mantiqiy xulosalaridan o'z ko'ngliga taskin tepib, ko'l bo'yiga keldi. Ko'lning atrofini bo'kkida jinnasti o'rmonligiga qurshab turadi. Osti ham yon qirlarigacha yeshil chaqchuq bilan ziynatlangan bu ko'l Ag'zam To'ra dojisidagi ko'lning ko'chirilmasi edi. Ag'zam To'ra Ürümçi hem G'uljilarda nomi pulluq boylarning birisi bo'lib, Turdi Hasanning birodari edi. U bundan 8 yil ilgarila G'ulji shahar atrofidagi saf havoliq Oydinsoy manzilgohidan yer setvilib docha solgan edi. Xalqlarning Turdi Hasan ustidan oltin kon oshquchilarga yeshil chiroq yiqib berdi deyishi yanala ashu Ag'zam To'riga oltin kon echish rasmiyatini hal qilib berganligidan chiqqan gap edi. Turdi Hasan bu oltin konning dardini tortib kelayotdi. Tog' rayonining chorbichilari yuqori to'van arz sunib, hozirgacha to'xtagani yo'q. Ekologiyaga munosabatli idoralarning gazet jurnallardagi maqollari amdili jimaqdi. Turdi Hasanning uchirgan besimi, ağlagan gap so'zlari, qisqasi tatqan jafosiga tushliq Ag'zam To'ra yuz sog'liqdan boshqa yana nima berdi? Oltin do'kini ichib berishdan iborat quruq soskani og'ziga sep qo'yg'ali 3 yil bo'ldi. Turdi Hasan uni qachongacha imedikin tang. Ammo Ag'zam To'ra quliqini yupirib yuribdi. Tayinliq bu qeri do'q qizi Naimaga xam tamada bo'layotgan gap. Nomus qilmaydigan ablah. Biz xalqning savdogarlari pul topsalar xotin ko'paytishning ko'yida qoladi ekan. 2 yil ilgari shahar mo'tivarlaridan Nazar Xalpat Chilonliqdagi dochiga chiqdi. U uzundan uzun duo qilgandan keyin gilini qirib qo'yib gap boshladi. Nazir xo'jam, Bi Amdullah nikah g'oyib degan shu ekan. Qizlari Naima xonga Ag'zam To'ramning mayli tushibdi, dedi Nazar Xalpat ko'zlarini chimchiqlatib. Agar ma'qul ko'rsalar, shovshu ko'tamayla biror pinhonda xufiyana nikah qilib qo'ysak. Ag'zam To'ram G'uljidan, Ürümchidan hujra tutib bermoqchi. Turdi Hasan go'yoki bir kim yuziga nijosat suvg'andek seskanib ketdi. Ko'ring, ma'us hisq savdogarni, to'ttal boyligiga ishinib bir nozirni, hukumat arbobini masxir qilayotganini. U kim? Nozir kim? Amdilikda o'zidan hozirchan cho'ng qeri do'qqa qaynatdi bo'lamdikina? Naima uning navrisida tursa. Tova, mavzang eshakni. Turdi Hasan o'zining ulug' salohiyatini unutib, Nazar Xalpatni tillaqli ketdi. Voy to'qsaqal abga, qarqo'saq ablah. Mavi qaysi davr, qaysi zaman? Sen qaysi dunyoda yashayapsan? Bu xo'rliq eg'ir kelgan Turdi Hasanning ayoli Xolqay shaharga kirib Ag'zam To'rini o'g'li Qovuz, xotini Zarifxon og'ichqinim oldidalar rasvo qilib qaytib chiqdi. G'azibidan cho'qir yuzlari dog'lagan, misligandek bo'lib ketgan Talva Qovuz, "Men olmoqchi bo'lgan qizga sen changal solmoqchi bo'ldingmi? Qerxonga seni o'ttirib etmaydigan bo'lsam" deb dodisini bo'g'ib qo'yg'ili tasli qoldi. Mana shundan tortib Qovuzning elchilari bir necha qaytim avara qilishdi. Lekin Xolqay Qovuzni yuz turani rasvo qildi.
Sizlarning näringlar musulmon? Pul topgan ba'zi boylar pullarini maktab, yetim bolalar, miyib g'urvalarga xayr ihson qilyotidi. Senlar pul topgan seri qizlarni tovar o'rnida ko'rib o'yinchiqqa aylantirib elishding. Dadang degan qeri navrisida qizga maylim tushib qoldi desa, sen yeshin 40 bo'lmay turib 11 xotinni yo'lga sep bo'lsang, shularning o't uvali seni tutmamda? Yo'qol xotin bas. Sendek talviga itning kuchugini bermayman. Mana shundan boshlab Qovuzning elchilarining oyog'i uzilgan bo'lsa-mu, lekin hozirgacha umidi uzilmay, oltin do'kini echib berish va'dasini kayniga surmoqda edi. Hasham daramlik turmushga ko'nib qolgan Turdi Hasan pensiyaga chiqdi-mu, maishat ko'liga nech tarafdan kirayotgan eriq o'staqlarning suyi chippiti to'xtatdi. Albatta, u chaqda Turdi Hasanni ikki poshqalga yo'gab tashlab bersa, itni qaramaydi. Shunga u keyingi farog'atlik turmushi uchun oltin do'konidan iborat tinimsiz bulduqlab turadigan buloqni zodila esidan chiqarib yetamidi. Albatta, Turdi Hasan do'konga odam selib qo'ysalar kifoya edi. O'tmishdimi qanchalagan shaharlarga oltin do'koni echib qo'yib, foydasini yeydigan sarraflarmu ko'p edi. Hey, shu chaqda Naimaning tug'ilgan kuniga dedi ko'l bo'yidagi shodi o'rindiqda o'tirgan Turdi Hasan beshini chayqab. Nemishqamu Ag'zam to'ri bilan Qovuz satangni chaqirgandiman. Mana shu chaqdalar Naimani ko'rib payli buzilgan bu otbola shahvatxo'rlarning zo'taliq g'ovg'alari tugimadi. Uning ustiga oltin do'konimiz jilashdi. Texi Qovuz degan luchak. Naima menasiz to'y qilanmaydi. Agar qiladigan bo'lsa, chilonliqdagi dachini qonga bo'yayman, deb yurgidak. Sarang pichchiq qilgan bu talvaning qo'lidan har balo keladi. Dodasidan xotin talishib yurgan yerda qon to'kish, o't qo'yish uning uchun tishining orsidagi chirindini ep tashlaganchilikli bir ishda. Tik ko'tarilgan quyosh atrofni o'tkir tepti bilan qizitmoqda edi. Soyalar qisqarab naq tushib qoldi. Turdi Hasan qo'sig'i oshgan bo'lsa kerak, o'rnidan asta turib, ko'lning sup-suzuk suyiga nazar tashladi. Nemishqada u mushu ko'l qishig'i keldi-yu, yer bag'ashlab yotgan bir mo'mayning ko'zlaridan mo'ldirlab to'kilayotgan yoshlarining eriq bo'lib, mushu ko'lga quyilayotganligi ko'ziga ko'rinib qoladi. Mana hozirmi shu hol yana yuz berdi. Turdi Hasan ko'zlarini uvilg'ash tushlik tamoqqa mangdi. U atirgul cho'naklarining o'ttiridagi chig'ir yo'l bilan ketib yetib, kovi o'g'itlayotgan Ayoz bilan Osimaga ko'zi tushib qoldi. Ayoz bilan Osima er-xotinlar mushu dachining malaylari. Bu dacha qachon opridi bo'ldi-kin, mana shu chaqdan boshlab yeridan ayrilgan bu jüpti hamralar ashunda xurjinsiz divona, kishansiz tutqunga aylanib qoldi. Ularga Turdi Hasan 3 yilgacha 150 so'mdan ikkisiga 300 so'm haq berib kelgan edi. Lekin yel yemishlari yetishib qolgandan keyin shularni setib osh tuz qiladigan bo'ldi. Shundaqla dachining orqa tarafidagi yangi ko'chatlar o'ttirsig'i terib etgan pichan ham ko'ktatlarmi ularning egiligida edi. Dachining cho'ng darvozasidan kirgandan keyinla o'ng tarafda egiz ko'tirib silingan bino Turdi Hasanning hashamatlik hujra saroylari bo'lib, so'l taraf qo'roning bulog'idagi lim, chanza, bo'ra, mangallarda loy suvoq qilib yasalgan ikki qizliq oddiy uy Ayoz bilan Osimaning o'ltiraq g'amxonasi edi. Ular qish kunlari binoning atrofi ham qo'ri yo'llaridagi qorlarni tozalaydi. Yoz kelishi bilan yel yemishlarni putash, dori chechish, 15 mo'liq dachining fasl tomlarini yoqilitib, kova, qo'noq, noqut, purchaqlarni terish, gullarni parvish qilish, tingan, buzilgan eriq qirlarni remont qilish degandek oyog'i uzilmas ishlar boshlanib ketadi.
Turdi Hasan qaqram aptapda bosh ko'tarmay ishlayotgan xotinga birdan qarab turdi. Her bir kavining tubiga o'rak qo'layotgan Oyoz ko'ngligini selvatgan bo'lib, do'l dumba belaklari qizg'ush qo'ng'ir ko'ygan edi. Baqi yağlığını çekilib çıgıvagan kesalcan Osimaning ikki mağzi hem burun uçları qardab ketken bolsa-mu, çarayı tatrangu, sağuş görünüpti. Turdi Hasan ularning qishig'i berib bo'g'icha nozirlik tonini kiyib takabbur qiyofatda gidaydi. Bu ishinglar qachon tugaydi? Tehi bugun tushdiq nozir, dedi Oyoz ishini to'xtatib. Kava, qo'noq, no'qut, purchaqlarga o'g'it baldur yoki kiyim berilib qolsa, maysa nobud bo'ladi. Emisa qo'l tutadigan o'xshamamdi. Qo'noq, no'qut, purchaqlarning chunak orlig'iga o'g'it to'kib ko'mivatsakli bo'ladi. Lekin kavaning tasrak. Mushundaq har bir tub kavaga o'rak qo'lab ko'mib bo'g'icha vaqt ketadi ekan. 3-4 kun atrofida tugab qolarmikin nozir? Qir ustida maydasiga olqinini qo'yib, hosirab o'tag'an Oysima zaif ovozda javob berdi. Bizmi shu chapsanroq tugatsak deymiz. To'la misildimay tezroq bo'layli. Turdi Hasan qayoqqa qarab so'zlayotdi. Oldingi kuni chiqqan bo'ron ko'lni g'ozon-g'ozonga to'ldirib barangdagi tollarni tushirib etibdi. Ko'ldagi axlatni vaqtida suzib etmasa, sesib ko'l lash bog'lab turab qoladi. Ondan gullarni mo yotqizib etadi. Haras to'kilib ketgan g'o'rlarni tozalab elib, eriqlarni chinidak pokiz tozalab etinglar. Xo'p, nozir. Turdi Hasan long dastlab ketib qoldi. Oyoz bilan Oysima uning qarsi yo'qolgacha qo'l qo'shtirib engishib turdi. Voy jinim. Oysima ko'nglik etigini qayirib etib qir ustiga o'ltirdi. 15 mo degan mo baloy azam yerga emasmi? 3 kundan beri tugmay varsa. Xotin, bizga qo'noq, no'qut, purchaq, kavlarni o'g'itlayapmiz. Dedi Oyoz temir kurakka tirangan holda. Odatda qo'saqni to'ydirib 15 moyani bir aylanib kelgacha tambal bog'lab bo'shaydi. Lekin sening atsiz sag'rangda qancha ching bog'lagan ishdan bog'mi osonli bo'shab ketadi degina. Ha, ma'qul. Paxtadak vaqtimda atvalab akletib, amdiza kasal dardida taxtadak bo'lib qolganda ko'zingizga sat ko'ringil turdimmi? Oysima mitchida yig'ladi. Hey xotin, shuningmi yig'lash ketamdi? Oyoz hijaydi. Tambal begimning chingchigilib qolganidan bo'shroq turg'ini sizning ta'limingiz. Deb qo'ysanglar bo'lmadimi? Viyay, mal qilinning odamning uyatqisini keltirib satlashayotganini. Xuddi tozni toz desa o'lgis kelar degandek, darvaqa Oysima go'yo qo'yib o'rmon soyisida optab ko'may o'sgan optab parastak o'ruq ham nimjon edi. Ammo Oyoz bo'lsa, suyi, to'psi, havasi xil kelgan to'g'raqdak bardam, ustixoni chiroyli ham tambal bo'lib, men degan qiz cho'qonlar havas va hasad qag'uchiligi bor dehqon edi. U davomliq bog'da ishlaganda Çak yaqiliq oq hassa Yosimana dehqonlar ko'ngligi ustidan qora poti bog'lab, beshiga beg'irrang Manchester do'ppi kiyib, pushqoqlari turilgan holda yalangoyoq ishlaydi. Uning bu holati Oysimaga bilinmagani bilan xalqay ichida haqiqiy eli dehqoni, haqiqiy chin inson deb so'xlanadi. Tumshug'ini ushlab ta'tir qarvagan Oysimaning rostlanla ochiqlab qolganligidan o'ng'aysizlanib qolgan Oyoz g'alatala hejiyib uning qishig'iga keldi. Qara xotin, bu nima? Oyoz siz xelini ko'p tishlari to'kilib ketgan yog'och tog'oqni Oysimaga berdi. Bu tog'oqni to'nidingmi? Voy xudoyim, opamning tog'oqi bu. Oysimaning ko'ngli buzildi.
Nereden tapdınız? Muşu qırdın. Rahmetlik opam muşu tağaqda mening çaşlarımni tarab, yelim çepip örüp qo'yatdi. Oysimaning ko'zlaridan yosh to'kildi. Ayaz degan burrak bo'zaq qilsa madan qizim. Men uning quloqlarini yulib qo'liga ep beraman deydigan. Mana amdi xafa bo'lma xotin. O'ynashib qo'ydim. Opamning o'rnida quloqimni uzib so'zib bersam bo'ladigandu. Ayaz quloqini tortib qizartib etgan edi. Aysima uning qo'lini tutib oldi. Bo'ldi qiling-a, qilin. Aysima kulib etdi. Og'zining askiligini bu dap yuzining. Ochig'ing yandimi Aysima? Ayaz xotinining engikidan ko'tadi. Endi qara. Mushundaq beshtak bog' pinhan soyilada odamning shaytini jim turg'ili qo'ymaydi ekan emasmi? Aysima erining ko'ngil qo'yishidan erib qoldimi yoki rahmatli qaynonasining tog'iqini ko'rib erining qo'pol chaqchaqini untadimi? Ish qilib yil seri kun seri o'zgacha husn tuzayotgan bog'ni birinchi qatim ko'rayotgandek ishtiyoq bilan qaradi. Tova, shuncha ko'p yal yemishlar turg'uluq turdi nozir yana nima uchun har yili bog'ning atrofiga ko'kvosh, qo'noq, noqut, kova tegizadigandir. Mana 15 mo bog'ning fasl tamlarini yoqilib teriyotgan shu dardisarlarni o'g'itlayotgan Ayaz bilan Aysima 3 kundan beri qaqram oftobda kuyib, kulda kumish. Dilqut xazinasi. Texi Nazir hocam ko'kvosh, noqut, purchoq, kovalarning o'zg'iliq qimmatili bo'lib qolmay, do'riliq qimmati texmi yuqori degan gapni og'izdan tushamaydi. Undaq deb odam oldig'icha sizlar bekor qilmanglar desizlar bo'lmadimi? Hey xotin, sen shundaq deganing bilan, dedi Ayaz olqiniga tikirib. Ko'nalarda holvini yeversa aman tetiydi degan gap bor. Qani katakchilarga bir kurakdan qiq qo'yib ko'mvat. O'shara qo'ling hajabmi apchilda sening. Ha, qushnachim, hozir men nima da'vatatdim? Aman tetiydi degan yaga, dedi Aysima qiq qo'yilgan katakchilarni tindirib etib. Habballi, bek o'sh yerda bizning xotin. Aysima erining ishlab etib o'zini birda cho'kirib, birda ko'tirib qiladigan hasillariga ko'nik edi. Ashu g'ojam qinimlachu. Qara xotin, shaharning nozi ne'matlaridan saskinib, yanala sahraning ne'matlariga yetmaydiganligiga ko'zi yetgan gap. Vay, dariga. Bu esil zodilar nima degan sirkisi suv ko'tarmaydigan nozik haqdu? Xuddi pussida o'sirib qo'ysangmi, to'zib ketadigan mamukapning o'zida. Her yili bosh bahorda kelayotgan Turdi Hasan eli tufroqiga qadam elish bilan kelim-ketim sayli sayohat o'tirishlar ko'payib ketadi. Shunga u haqam soyilarining oldida yuzining to'kilishidan ansirab, Ayazga mashina haydashni o'rgatib qo'ydi. Bu 3 yil ilgari bo'lgan ish edi. Bir kuni Turdi Hasan masvuq qilib, Chilonliqqa qaytmoqchi bo'ldi. U mashinaga chiqibla Ayazni hayda deb turib oldi. Ayaz yo'l urib, yelinib, mas xo'jayiniga gapini yegizamadi. Turdi Hasan uni: "Voy qopaqvash, men sana shaharga kirgicha o'rgatganim bo'yicha haydamamsan. Qara, bu yomg'ir yog'sa dimbisida sozon qaynaydigan saraliq dangalning qalvaliqini." deb tillab mashinaning orqa o'rindiqiga qusib etdi. Ayaz uning og'zi burunlarini yuyib, o'rindiqlarni tozalab bo'lguncha u xoqirab uyquga ketdi. Shu chaqda Ayaz 1 soatlik yo'lni 8 soatda besib, Chilonliqqa saharlikda orolga yetib keldi. Shu chaqda Xalay: "Ayaz, uni akirib yotqizib qo'ying" debla kichik hujraga kirib ketgan edi. "Hey odam,
dedi Oysima ko'takchilarga qirq qo'yib etib. O'lishgansiz Nozir bilan shaharga kirib ketganda ajab bir ish bo'ldi desa? Ha, nima ish bo'ldi? Oyaz kurakni qirg'oqqa patirib ayoliga qaradi. Chiroying ajab qizirib ketdi. Xol ayxinam, do'lamga qo'lim yetmaydi. Yuyib qo'ying, deb meni monchisiga billa akirdi. Ikkimiz billa jo'yindik. Oyaz gerçi sinakmagandek elpazda, "Ha, nima ish bo'ldi?" deb qo'yg'ini bilan yumshoq qirg'i tizlangan peti o'ktisiga so'ngziyib xotinining og'ziga qaradi. U bundaq gaplarni anglaganda butun badani quloqqa aylanib, nafaslari tezlashib ketadi. "Voy, beliqdangmi?" Oysima ayol xo'jayinini yo'g'onligidan faxrlanib so'zlamoqda edi. Ko'kraklari degan piyodadek dödügülek. Terisida turdi. Bola emgandek emas. Men uning dumba inchki ballarini yuyib kelib, sag'irsiga kelganda rostilla qo'rqdim. Nimishqa emdi? Oyazning ovozi sal titrab chiqdi. Jiddida qon chiqib ketamdikin debchi. Mening qo'llarim ekakdak yirik tursa, uning badani shunchalik yumranki, xuddi 6 oylik buvaqning o'zidan-a? Voy is. Shundoq esil bir cho'kan o'zidan 15-16 yosh cho'ng porkutakka tekkan bormi? Badani oppoqdu ha. Oyaz tukrigini g'urtdi yutib, sal qimshib qo'ydi. Alayli, yo'tilari. Nədikini? Terisi qo'llari ko'ringidek bak nepizmi nima? So'z holrangda paqirab turdi texi uning. Ha, yenichu. Oyazning beshi xotini tarafga teximi samdab keldi. Bo'ldi qiling ha? Mushundaq gaplarni akishiga deb yurgan menmi bir sarang. Aysima o'rnidan turib ketdi. Lekin u nimish qildi, orasoldilik ichida tengirqab turib qoldi. Hey Oyaz, xol ayxinamning ba'zi gaplarining tegiga toza yetammidim desa? Olayli, qaysi gaplarini deysan? Monchida deyilgan gaplar helini bo'p o'tgandek Oysimaning quloqida yanala takrorlandi. Xol ayxinam, odam suvga tushiversa-mu angizi eshib ketadi. Tayinliq etdigandimi bo'yingizni suvga sag'an bo'g'itdingiz. Mening etdigan suvga tushmaganligimni siz na'dan bilasiz? Xalay g'alitila kulib qo'ydi. Ahaq degan bek osh ko'z keladi. Billa yotgandan keyin ayol kishini bekor qo'yamdi. Siz shuncha chiroyli tursangiz. Xalay dimaqini qaqinicha kulib qo'ydi. Hamma aql idrikini, kuch-quvvatini, his tuyg'ularini amalga otavatgan odam undaq oshko'zliklardan baldirli qolar ekan. Bundaq ko'ngilga taalluq ishlarning bo'lmaganiga bir qancha yillar bo'lib qoldi. Xalay chandirmay chunqur tinib qo'ydi. Ham xiyligacha jimib ketdi. Uning bir jup titrab turgan chiroyli ko'ksini alqonlarida to'xtamay silab yuvishlaridan ham ko'zlarining bir nuqtaga tikilib qolishidan qandaqdir tatliq, laziz bir tuyg'u uni shirin azob o'tida puchlayotganligi aniq edi. Gapingizning o'raniga qaraganda Xalay Osimaga yerim qayrildi. Eringiz Ayaz bek oshko'z o'xshamamdi. Vay, uni bir demang. Uning rasa qiron vaqtidan-a? 46 yosh erlarning bo'ri vaqtimish. Lekin men og'riqchan bo'lg'ashqa u o'zini azoblash badiliga meni ayaydi. Ayaz bekmi yaxshi? Biz chaqlarda shundaqmi o'yladi bo'laman. Agar qo'l ilkimizda bo'lgan bo'lsa, uningga ikkilanmay biror to'qonni chetib qo'ygan bo'lar edim. Qandaq? Men rostla saram ekanman? Bağının qaysidir bulungadan bir top qushqashlarning chuvuldishib so'qishishlari anglanmoqda edi.
Ayaz o'rnidan turdi-da, tizlarini qiqib kurakni qo'liga oldi. Uning chiroyidan hech qanday ifodani billanmagan Oysima eriga tikilib qolgan edi. "Voy, shuncha gaplarni qilib bersam mo'rabmi qo'ymaysiz-ku?" "Bo'ldimi?" Ayaz ovozini uzun so'zib mo'ridi. "Ajab sodda xotinsan-da, Oysima. Qo'li uchuq, ko'ks qarni keng, nahoratlarga himmatlik bir ayolning nima uchun bir kun kechgacha kakri yutib olgandek chiroyining echilmaydiganligini endi tushungansan. Hey, bechora notivan." Ayaz gapining oxirini deyolmadi. Chunki Xolay gulliklar ora siliq qadamlar bilan kevatadi. U oq girib ko'nglak ichida ba'ayni farishtalarga o'xshab qolgan bo'lib, uzun ikki o'rim chechi ostidan bo'yniga selib olgan so'sin rang helili rumili yemik lilbirlab mangzi bilan bo'ynini aklatmoqda edi. Ayaz xotin tarki hurmat bo'lmasin uchun qo'l qo'shtirib ta'zim qildi. "Kun yangandaroq ishlasanglarmi bo'ladi-ku?" dedi Xolay osmonga qarab qo'yib. "Bu qoqiram oftobda issiq o'tib qolmasin yana. Bugun kechgacha tugutib suv boshlab etmasak qinim." Ayaz Xolayga tikilib qarayamadi. Ko'mgan o'g'it qizib kovining xamaklarini yigilitib to'kib etadi. "Ayaz, sizga bardam odamsiz. Biroqsa, Oysima sizga o'xshashmaydi-jumi? U og'riq tatib qolsa hisobini sizdan olaman." "Xo'sh, xonim. Nayima ko'rinmaydi-ku?" Xolaymi Ayazning chiroyiga qarayamadi. "Ozroq gap bor edi. Ko'l bo'yidagi ravaqda kitob o'qiyotganda qiladi." Gul badani to'lgan, o'ttir bo'y, ko'kslari mingizdak ching. Ammo tuxumdak bejirim oq ruxsari, to'kilib turgan qosh kirpiklaridan 18 yoshlik rasida qizlarni eski soladigan Xolay o'zim koridori ichida ketayotganida, yelana Oysimaning deganlari yodidan kashgan Ayaz echingan holda asta shivirladi. "Ah, ko'ngil, fazilatlik ayollar nima uchun baxtsiz bo'lib qoladigandu? Hey, bechora Xolay." Suv o'zish ko'lining osti butunlay yeshil chaqchuq bilan yasalganligi uchun u xuddi badam shaklli zumratga o'xshaydi. Tasmaliq osma ishtonda qo'sig'i ancha bilinib ketmaydigan turdi Hasan ko'l bo'yida pat-pat paydo bo'lib, "Ayaz, ko'lning suyini yangilab tur. Ko'kirib lash bog'lab ketmasin. To'xtamsu bir necha kun turib qolsalar, paqib yotqani qoplab ketadi." deb tapilaydi. Shunga tindirish ko'lchaklarida süzüldirib ondan ko'lga boshlangan suvni 2 haftada bir navbat ko'ktat mevalarga boshlab etadi. Dachaga mehmon to'lgan chaqlarda bu ko'l egisining shon shuhratini texmi ko'tarib etadi. Shahardagi boy savdogarlar, chet el tijoratchilari, shirkat direktorlari, idora jamiyat boshliqlari qator choy bahonasida bir necha kun bazmi mashrab qilishadi. Qo'y paxlallar so'yilib, shahardan chiqqan oshpaz, kavobchilar qo'l-qo'liga tegmay oldirash bo'lib ketadi. Ba'zida Urumchidagi idora organ amaldorlari, hatto uy imorat xo'jayinlari, ko'mir ham oltin kon millionerlari qatorliq haqam soyilari turdi Hasanning dachisini ziyorat ham sayohat qilib ketishadi. Bundaq chog'larda Ayaz bilan Oysima 2-3 kun yirik qilliq uzun cho'tqilarda ko'l ichini yuyib suyini yengilaydi. Mehmonlar kep uzab bo'g'icha, Xolayning misqalcha madori qilmaydi. Bo'libmi Urumchidan kelgan Uyg'ur, Xanzu mehmonlarning birga kelgan qiz cho'qonlar bilan birlikda ko'lda suv tushishi uni seskandirib etadi. Ba'zilari suv o'zish kiyimi bilanlar buk jinaslik ichiga kirib ketishadi.
Demisimi ko'lning to'rt atrofi jinastalik bo'lib, iyonning boshlari ko'p-ko'p chimliqqa to'kilgan jinastalar xuddi oq, qizil, suz, holrang marvoyitdek yaltirab ketadi. Ko'lning atrofiga qoqlanish supulari, 2 kishilik suhbat o'rindiqlari yasalgan bo'lib, mehrab shakllik o'yma naqshlar ham ustal o'rindiqlar bilan bezalgan ravaq ko'lga alohida husn qo'shib turibdi. Dacha mehmonlar bilan to'lgan ana shundoq kunlarda Naima bu ko'l bo'yidagi ravaqqa kelish emas, hujrasidan chiqmaydi. Turdi Hasan: "Qizim, mening yuzimni qilib mehmonlarga salom berib qo'ying," deb yalviradi. Naima: "Kechiring dada, faqatli mijozim yo'q," deb adab bilan rad qiladi. Ammo u dacha timtaslikqa cho'mgan bunday kunlarda ravaqda o'ltirib, ko'ldagi ko'p-ko'p suvga qaraganicha xiyol surishga, kitob o'qishga, xotir yozishga amroq edi. Mana bugun etdigandan beri qandoqdir bir ko'ni kitobni ko'rayotgan Naima xuddi sahifalar qatlarga singib ketgandek bosh ko'tarolmayli qoldi. Hatto u ravaq palanpaylaridan taqildab chiqib, beshida qarab turgan opisi Xol Ayning qachonlarda kelganligini to'ymay qoldi. Xol Ay pistaldagi og'zi echilgan so'g'oq ichimlik qutisini, so'lyol xaltidagi mayliq to'qash parchalarini ko'rib, beshini chayqadi. "Naima, menga qararga ko'zingiz bormi yo'q?" "Voy, jinim opa, meni kechiring. Faqatla to'ymay qaptiman." Naima o'rnidan turib ketdi. Uning bo'y turqi opisi bilan qirqib qo'ygandek o'xshash edi. "Bu kitobdan baxt o'milab chiqadigandek chaplashibli qolganingiz nimasi?" "Uni bir deyman. Tatliq opa, avval o'tiring, ondan so'zlab beraman." Xol Ay Naimaning uduliga ro'baro o'ltirib, ustalga jaynaklarini qo'ydi. Ondan u qizining oq marmardek siliq ham paqroq chiroyiga lappida ko'z tashlash bilan ushqur xiyollar uni nalagidu ib ketdi. Bir-biriga qarshib o'ltirgan Xol Ay bilan Naimaning bo'y turqi, husn ruxsarining bunchalik o'xshab ketishini ko'rgan har qanday odam ular qo'sh kezak hadisanlarkan deyishi turganlik gap. Biroq sinchilab zan salganda qap-qara tal-tal qoshlar, qo'yiq kirpikli xumar ko'zlar, suzuk qonshaliq burunlar, jinnastida kolrang lavlar, shaklidan helini ayrilgan cho'jidak yumran ingaklar, Xudoning iltifotidan har ikkisiga o'xshash tangshab berilgan bo'lsa-mu, biroq Xol Ayning ko'zlarida muloyimlik sho'lalari yelinjab, tuxumsimon chehri sal oqargan edi. Tabassum ketmaydigan nefis lavlari bo'lsa, so'z holrang, tatrangu ko'rinadi. Xushbichim sin sifatiga hardiq yetgandek sulg'un edi. Mana bu ishchidan o'rtavatgan yoshirin hasrat nadomatlar dog'lari bo'lsa kerak. Endi Naimani suratlab baqsaq, uning nur chaqnagan sho'x ko'zlari gap qilishni biladi. Kang peshona, oydek yuzlari siliq ham yumran bo'lib, marmardek yaltiraydi. Aluchidek to'mpiloq lavla, qayrilib o'tliq beqishlar, yalt yut qilib o'tqa soladigan ko'zlar. Qisqasi, Naimaning gulsimon simosi bir parcha o'tliq magnit edi. Mana bu Xol Ay bilan xo'shlashgan yoshlik jilvasi, yoshlik ushqini, yoshlik sehri nur zibosi edi. "Opa, menga qarab jimiblik etdingizmi?" Hech nima. Xol Ay ulug' kichik tindi. "Ha, qani so'zlamamsiz. Zodi sizni mahliya qilib olgan qandoq voqea ekan u?" Naimaning o'qiyotgani rivoyat tema qilingan cho'ng doston bo'lib, uningda g'arbiy diyor shohlig'ida Ashraf ismli bir vazir o'tgan ekan. Vazirning Xonbanu otliq yolg'iz qizi bo'lib, u kitoblarni o'ziga do'st tutgan ekan.
Onun xonlik kutubxonasida o'qimagan kitobi qolmabdi. U o'qishga shunchalik berilib ketibdikin, xonzoda baglarning elchilarining hammasini qaytirib yetibdi. Vazir Ashraf qancha yolvursimi xonbanu, bu zamonda erlarning yaxshisi yo'q. Har qancha ishongan ermu sirtda noshayan ishlarni qilib, ayolining yuziga nijot satvoydi. Unda xo'rliq tatqicha tanho o'taman deydi ekan. Oxiri qiz 30 yoshga kirib qopdi. Pah, bundan keyin siznimi? dedi Qal'ay chaqchaq qilib. Nayma demay, nayma banu desak bo'ladi ekanda. Sizmi axloq buzilib ketdi, erlarda vafo qilmadi deb 25 yosh kirib qoldingiz-ku. Voy jinim opa, men deganman. Sizga deb berayotganim bir rivoyat. Ha, qani, davomini so'zlang. Do'stingiz Xonbanu keyin qandoq bo'pti? Ashraf vazir qizimni kitoblar yo'ldan chiqardi. U hozir xiyoliy bir dunyoda yashayotdi. Shunga xonlik kutubxonasidan ayirib etishim kerak debdi-da, qiziga atab ajoyib ko'kil maydonda tog' bag'riga bir bog' yasabdi. Onunga vazir Ashraf Xonbanu Humayun Charigoh beg'i deb nom qo'yibdi. Qiz kunda bog'ni aylanib ish-pushig'ini chiqaradi ekan. Bir kuni tog' tarafdan shundoq mungluq nay ovozini olgan Xonbanu qaltis yugan g'o'l tatgan tuxumakka yomishib chiqib qarasa, yon bag'rida yetib olgan bir o'tinchi nay chelayotgandek. Eshigi bo'lsa devilab qo'ygan o'tinlar qishida o'tlayotgandek. Mana shu kundan boshlab Xonbanu har kuni tuxumakka chiqib o'tinchiga bir to'qash tashlab berib, mungluq nay ovozini anglaydi ekan. Bir qancha qitim Xonbanu, sening qishingga tushay, ikkimiz birdam yerimda mungdashayli desa, o'tinchi faqatli unamaydi ekan. Chunki u qiz cho'qonlarni yeniga yo'latmaslikqa qasam qilgan ekan. O'tinchiga qiziqsinib qolgan Xonbanu har kuni uni deb, buni deb, oxiri uni qoyil qilib yeniga tushibdi. O'tinchi, eting nima? Necha yoshga kirding? Etim Niyoz, 35 yoshga kirdim. Nemishqa qiz cho'qonlarga shuncha o'shib ketding? Chunki ular vafaga jafo qiluvchilardir. Xo'sh, o'zlarichi? Ismim Xonbanu, 30 yoshga kirdim. Biror zotining taritiga suv bermadilmi? Yo'q, erlarning hammasi vafosizlardir. Qani, bayon aylisizlar. Sizlarning dardlari mening nadomatlarimga yamoqchi bo'lalamdi. Allah, hey o'tinchi. Mening kichik dadamning Sulton ismli bir o'g'li bo'ladigan. Qal'ay qoqoqlab kulvatdi. Uning kulkisidan ravaq atrofida dallayotgan bir to'p qushqoch purrida uchib jinastilikka qo'ndi. Kichigidan tortib, madraslarda birga o'qib, birga cho'ng bo'lgan sulton, dedi Naymaning hikoyasini anglagan Qal'ay. Xonbanuning do'stini azdirib, haqiqatan vafosizlik qilibdi. Endi o'tinchiga kimlar xo'rliq sog'andi? Qani, so'zlab baqsalar, Malika Nayma banu aliladi. Men 14 yoshimdan boshlabla qari yetim bo'lib qoldim. Debdi o'tinchi Xonbanimga kashmishlarini bayon qilib. Naima dostonni qayta o'qiyotgandek zo'q ham ishtiyoq bilan so'zlashga boshladi. Belqut sherkitida ovozga elinib, Belqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bahramning Ko'mirchi Balon nomli romanini bugun mushagacha anglatdik.